Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Partilgan Sükut programımızın ikinci sahne görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli kıyımdaşlar, bugün bu programını Partilgan Sükut isim bilen atışım, yani ikinci sahne atışımda ne maksat var desana. Çünkü birinci sahne biz hem Allah'a malum ki biz uçuk söhbet programımızdan tuyuqsuzdan bo'lib qolganligi uchun hurmatli Abdurahmon Hasan akamiz o'z vaqtida kaplam tuyuqsizlik kirdi va oilasining beshiga kelgan bu ishlarni tuyuqsizlik bilan bilgan televizorga chiqay degandim deb kelganligi uchun u vaqtida jiddiy shaklda bo'lib qolganligi uchun shu uçuk söhbet har qatim davomlashib kelayotgan shu programmamizningki davomi shaklida ham stüdyoga algan bulduk mehman sübtede. Şunun kendinden bu programın içindeki o programda anlatılgan nesle elbette hemen ilgili sahnimizde dep diyendim. Belki hemmalar anladığınlar hazırki için en köp körülgen, naiti köp körülüvatkan, nurgulluğun yüzlügen inkasla ile hem kündeki kilovatıda nurgun o akbarat çıkandıkken dünyanın harikası şeylerdeki nüfuzluk akbaratlarımı kep Abdurahman Hasan akımızını hazırgacha to'xtamay ziyorat qilyotdi. Xitoyning qanchalik vahshiy bir maxluq ekanligini bu dalil isbotliq e'lon qilinganligi uchun suratlar bilan hammasi beshiga kelgan hamma narsani anlatib ekranga chiqarganligi uchun axborotniki mayli Turkiyada bo'lsin yoki xalqarada bo'lsin axborotning uning bo'lgan qiziqishi nihoyatda kuchli bo'ldi hamda. Va men programda ilgiriksan programmamda degandim, bu inshaalloh sizning anglatganlaringiz bu başlangıç olib qilishi mumkin inşallah. Çünkü her bir Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizniki chet eldiki sizninki hikoyangizga o'xshaydigan minglagan ming turli hikoyalar var aslida. Ammo qarindoshlarimiz bir xil shaklda o'zgarib qolarmiki yoki bir ish bo'lib qolarmiki yoki vatanimizdagi boshqa urug' tuqqanlarga ziyon yetib qolmasin degandek andishalar bilan xilma-xil andishalar bilan sukut qilib kelgandi. Nurgul hammamiz shu bu hammamiz bilamiz bu ishlarni. Bu bir baştan uçup kalsın diyendim. İnşallah bugünkü söhbetimizde yeni bir akımız vatandan umut çıkkalı uzun bulmagan vatandan yeni çıkkalı hesaplanan bir akımız bugün stüdyomuza gelip özünün beşik kelganlerini, ailesinin beşik kelganlerini anlatıp berişini kelganligi uchun teklifimizni qabul qilganligi uchun hem bugünden başlap bu programın ismini Partilgan Sükut degan isim bilan qo'yishni muvaffaq topdim. Çünkü uzun yıllardan beri sükut qilib kelyapmiz, xalqimiz beshiga kelayotgan hali ham Turkiyada bo'lsinmi, minglagan qarindoshlarimiz va shu sükut ichida mayli ota-onalar urug' tuqqanlarning beshiga kelgan bu zulm, bu vahshiyliklarni sükut qilib o'tkazayotganligi uchun. İnşallah yana bu sükutlar texanbek bundan keyin ko'plagan hikoyalarni anglashimiz mumkin. Hem Türkçe berayotgan Türkçe e'lon qilayotgan programmamizda Tanık ismi bilan Türkçe başladık. Türkçe'de iki kısım çıktı. Birinci kısmı Abdurahman Hasan akamizniki, ikinci kısım bir hemşehrimizniki. Onu e'lon qildik. Teqa tunu gün keçdi. İnşallah shunday davom qildi. Hem Türk xalqiga, Turkiyadagi hem şu xalqimizning ichidagi xalqimizga bo'layotgan bu ishlarni Uyg'ur tilida anlatilgan bilan bu albatta buni diqqat qiladigan nurg'un tillarga tarjima qilib ham berildi bu narsa. İnşallah bu davom bo'lib qolishini umid qilamiz. Bugun qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun hurmatli Ro'zjon Tavakkul efendimga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Oldidan ziyoratimizni qabul qilib kelganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Allah razı olsun. Hurmatli Ro'zjon aka deysiz mendan cho'ng bo'lgan ekan. Aldığınız biz siz bir tunup östek sizin kimligingizni ve kaçan çıkardınız bir kısqacha tunuşuş bilan Türkiye'ye kaçan geldiniz? Siz kim? Bunu tunup öteyiniz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ben 2016 yılları ikinci ayınki birinci ayın 28 yani ikinci ayın başları Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye gelip ve özümdeki balalarını bakış, balalarımıza talim terbiye beriş, normal bir insan buluş, salatı iyi kılış. Türkiye'de, Türkiye'de okutup mektep bildim şu Türkiye'ninki kanunluk mekteplerinde okutup balalarını terbiyelep kilovatkandım. Şunun ayakışıp aradan bir yıl ötte zor tutkan kavim kırındaşımızdan hiç kandak bir alağa kılanmadık.
Bu aloqalanmagandan keyin biz ko'nglimiz nayt yerim bo'ldi. Bizlar emas bizga o'xshash necha minglagan qarindoshlarimizning bu ko'ngli yerim bu ahvolni bayqab biz başta biz endi o'zimizning bilganlar bo'yicha his qilgan mishadi. Vatandan kelgan zulm shikoyatlar bir qism shildim ko'nglimiz yerim bo'lib bizning oilamiz urutib qolimizni yuvib ketganda deb shu sababdan o'zimizni bilgan oxiri bir mishaga dadil qadam bilan keldik. Vatandan qaysi shahardan? Biz Qashqar shahridan. Xo'sh. Vatanda endi chet elga chiqib qolishingizdagi sabab ya'ni Xitoyninki shu yerdagi besimlardan, shu nimadan sababdan chiqdingizmi yoki faqat bunday aylanib kelay deb chiqdingizmi? Hijrat qilib chiqishingizga sabab? Chet elga chiqishlik sabab men bal tarbiyalash vatanda bir qism ishlarga ko'zim yetmay, ham o'zimning bolalarni tarbiyalagach, o'sha dunyoda insonda yashash bir imtiyozga to'liq bir egalash maqsad qilib. Xo'sh. Chet elga tushkun bo'lgandan keyin o'zimizning vatan bo'lgandan keyin deb chiqqandim. Keyin bir ay 2 yil ahvol qarab tushaman, vatanga qaytib tushaman deb bunda o'ylasam bu vaziyat kundan kunga bu bizim siyosat iş bitip bunun Türkiye'de düşük imkaniyet bulmay unutup kalıp alaqını üzüp telefonlarını takap bu ahval boğandayken ben takim bugün kişi vatan güçsüzsen bol diyen ümitle yaşayıp gelgen. Efsus bu vatandaki zulüm şikayetinin desteden İğir bisiminin desteden vatanga qaytışık imkaniyet bulmadı. Endi hozir Abay programıdan burun bilgan şu anamızninki iğnesi bo'lgan Aysa Rasul hacimninki 62 yaş atrofidagi buning Xitoy turmusida o'ldirilganlik hatto jasdining bermaganligini biroz burun mushahid so'zlashmoqchi bo'lib kirdingiz bu yerga. Endi bu odam qanday bir kishi edi Aysa Rasul? Va oldindan buning kirishdan burun siz vatanda hech qanday bir siyosiy Xitoyning degani bo'yicha hamda siyosiy jinoyatlar bilan bir turmalarga kirib bunda bir tutulup bunda bir qilib bakkan tarixiniz var mı? Yok. Hiç qanday bir yok. Ben vatandama özümün ticareti, normal ticareti ben ticaret qilgan bir 15 yıl oldu. Hükümetning qonun prinsiplari bo'yicha asosda baj vergilerini to'lab, o'z yo'lda tartib, bozor boshqarish kelishga deymiz, u deymiz, bu deymiz, baj hammasini to'lab, ash qonunni, Xitoylarning qonunga shu izchil bo'ysunib tijorat qilib kelgan. Xo'sh. Shu asnoda tog'amga bir shikastlik yetdi. Yana turmuğa ekirip 2015 yıldan ayga yana turmuğa ekirip gitip sorak kılıp 2016 yılda yani 3. ayının ayga şu esnada tamamlanki ölgüne turmuğda öldürüp ölgüne neye koyganlıqını sorak jarayonida mi öldürüyotgan gap? Turmuğda öldürüyotgan. Şundan bu tamamlan ölgünün beğenmegen deyken bu kabrsiz qalganlıqdan qattiq içimiz qilib efsunlanıp bu uzun zamanda beri men aklıma kelsem 40 yıldan beri normal ticaret qilib, müşunda Xitoyning qonuniga bo'ysunib ticaret qilib, o'z tartibi bo'yicha ticaret qilib kelgan bir tag'am bo'lish bilan nayt bag'ri yumshoq bir kishida qo'ldan kelsa yetimlikni yo'qlaydigan. Tutib olib ketishga sababni nima ekanligini bilmaysizmi? Aysa Rasul tağımızdaki tutuluş sebebini. Yani 62 yaşlık bir adam hem de. Tutup ekiliş sebebi hem de bir tağım hem de bir mişinde az da be yetim insanı yoklaydıgan bir de bir hayır sahabetçi mişinde işlerden çunkur haberim var. Neymiş kıldı Aysa Rasul? Bu uruqçuluk, dardamançılık, bunlarla 86 ticaret deyimiz. Vatanda kolunda tağımlar. Şu uruqçuluk, dardamançılık. Kaşgar'da kıldı. Kaşgar orada oldu. Bazırda uzun yıllık aşağıda 30 yıldan aşağı ticaret qilib kelgan. Yani nurg'un adamlar tanıydigan bir muisif adam var mı? Endi xalq ichida xalq cho'kkan, xalq tanıydigan, yaxshi ko'rdigan kishiga qilch zarari yo'q. Shunday bir odam edi. Shuning bilan bugungi kunda Xitoyninki bu mushtumzirlik ostida hayotini oxirlashtirdi. Ya o'lguni bamidi, ya chiroyli bir dafn qilish munosabati bizni ega qilmadi. Şundan öz bizge ya kömep bilan qabrsiz qolganligini qattiq ichinib bilgan. O'ttirga chiqdim men bilgan. Yani ailesiga, tağımızın ailesiga dadani o'ldiryapti. Deplam shundan xabar qildik yani Xitoyda aile.
ölüp ketdi dep şu tağamdan çoğun oğlunu bir azaraq körsatken boldu. Şunu bilen kümbetdi biz urutuqqan cemaat hiç kim qatnaşıqqa imkan bermedi. Şunun bilen az zamanki 1-20 yıldan eşipdi 1-20 yıl 2 yıl qadam qoydu. Şunun bilen bu tağamdan ailedeki balçaqlıları, ayıl balçaqlıları hiç qas bir xabar alamadık. Andaki sizlar qancha bolasizlar mesela sizning oilangizdan yani neçisiniki urug' tuqqanlaringizlar ma'zur hech qanday aloqa qilmaganligingizni biraz burun programma kirishdan burun paranglashdik. Qancha bir tuqqansiz, qanchalar bu yerda, qanchalar bilan aloqa qilishamayapsiz. Ham Misrda o'qiyotgan masalan akangizningki ikki bolasini Xitoy shu majburiy chaqirtib, tahdid ishiltib chaqirib ketganligini va shu ketgancha hech qanday izdirki bo'lmaganligini, turmaga tutilganligini dedim. Mushlar haqida bir ma'lumot bergan bo'lsangiz. O'tgan yilninki oyga, yani 2016 yilning oyga hozir taxminan 1 yildan oshdi shu. Xo'sh. Shu akam yani yeni tutsan deb bir qism besim uçurgan bo'lishi mumkin. Shuning bilan normal o'qiyotgan Misr Azhar universitetida. Normal o'qiyotgan hech qanday ish aralashmaydigan bola deydi. Bizniki o'zimizga balam mukammal tilsaga o'qishimdan boshqa hech qanday ish qilmayman deydigan. Bizim bir boshqa emas, shu tijorat ishim aralashib qo'ydim masjidda. Xo'sh. Lekin o balla yo'q, men pulmo tipalama kim shahar o'qilay deb Azhar universitetida o'qiyotgan. Shu asnoda men telefonda ko'rishdim, chiqib ketsam, chiqib tasirkan bir desem yaqdadan telefon qilibdi-kan, belki yinib tushdi deb akamning, cho'ng akamning O vatandagi akangizniki bolalarga. Cho'ng akamning o'g'li, yana bir kendi akamning qizi ishkilar Misr dedi. Shu vaqt tushib ketib qoldi. Shuning bir hech qanday bir telefon aloqa, bir uchrashamadik. Shu bilan men Misrda qayt qolgandan keyin hammamizning kelayotgan beshiq musibat, bu musibat xabarini olgandan keyin biz mana aytdi. Ko'nglimiz yerim bo'ldi. Ketdi. Shundoq. Shundan ko'nglimiz yerim bo'ldi. Shuni qanday qilishimizni bilmay, kim istiqbolda bir o'zimizning shu beshimizga kelgan musibat dardlarni bir anglashni loyiqlab turdik. Haqiqatan ajoyib bir ig'ir masalada hamda qadrli qaynasham shu mesela shu Aysa Rasul hajim kimiz yana Qashqar shahar nurg'on tunilgan xalq orasida yuz obro'yliq yani Xitoy shu xalqning Uyg'ur xalqiga azroqlam bir manfaat yetib qilish ehtimoli bo'lgan ko'zga ko'rinib qolgan yoki hech qanday ishqimiz normal bir xalq bir yaxshilik qilib qo'ygan, xayr saxovat qilgan inson bo'lsa, masalan, oxirgi yillarda ig'ir darajada buni eng cho'ng dushmani sifatida nishon qo'yib yo'qotib hamda Xitoy. O'sha odamning masalan Aysa Rasul akimizning bir parcha rasmiga erishamiqdan o'zining urug' tuqqanlaridan bir parcha rasmi yo'q degan gapimda o'ylab boqaylik. Urug' tuqqanlar o'ttirsimi bir aloqa u bu nasib bo'ldi. Xitoyning qanchalik darajada zulm qaysi darajada bo'lganligini hamda dunyoda bugun bir ishondirish buni ham deyilgan. Buni bu qaysi tildan tushuntirishga inson ojizlik qilgan. Bugungidek taraqqiy qilgan bir davrda bir odamning rasmini o'zining urug' tuqqanidan keyin o'zining tog'isining rasmini topqilinmaydigan darajada axborot qamal qilingan shunday bir darajada ahvol keldi hamda. Yana shu Aysa Yusuf, Aysa Rasul akimiz to'g'risida yana boshqa so'zlaydigan so'zlarni bo'lsa so'zlab bersangiz. Endi bu tağamninki endi 5 farzandli ayollari yana bo'lma normalda shu uy oila ayoli bolalar tijoratchi edi. Endi shuning bilan bu cho'ng o'g'lining ismi Tursun Aysa, ikkinchi o'g'lining ismi Abdumijid Aysa, uchinchi o'g'lining ismi İbrahim Aysa, to'rtinchi o'g'lining ismi Muhammad Aysa, yana bir qiz sanamız var, küçük kızın Ayşem Aysa. Bu 5 farzandninki tağamninki hiç buldum Allah haber alamadık. Şunun bir aile kişileri ayale 10 gül yasın. Bu ağacımızın muhabbet yok. Şunun bu ahvalda biz konuğumuzda intihar yerim. Şu bulunduğu tutkalanan ticaret ahvalları üzerine işlerle aile ayale aktif ben demiş kentteki kadr şu başka kadınlar boysunup özünün tertibiyle yaşayıp duratkan. Hepsiz bugün Gümsendan'ın bu
ufqlarını qaysi holatda yipq tarbiyalash markazlarimi yo boshqa o'rlarga aytganligi hech bir xabarimiz yo'q. İsa Resul akimizningki ailesidan hech qanday tutilib ketdi deb qaramiz ko'pincha islam. Ana shunday. Aloqa bo'lmagandan keyin bir normalda bir odamdan tutib qolganligi ehtimolligini yuqori ko'raman. Xo'sh. Shunday bo'lmoqda. Hem sizden bu adır Xitay dairlerine şu ekrandan ve dünya başka axbaratlar hem çünkü Türkçe'ye berimiz bunu. Hem axbaratlar şu benim dediğimiz mesela programı kiriştim bulunma. Şu tağamının ki bir kabrisi nerede? Bunun bir kabrisi buluş hakkı yok mu deyip hem düşüne. Bunu anlatmak için ben dediniz hem. Şunda. Başka talepleriniz, neyim talepleriniz o yani? Başqa talpiminde müştağımniki Xitayga nima chaqir qilsiz bu yerdan? Xitoyniki bu hech qanday Xitoyga ziyon ilib kelmagan bir begunoh xalqniki bu kunni ko'rayotganiga bizniki nihoyatda intayin bir qiyin o'zimizniki bir tog'imiz bo'lganligi emas, boshqa qarindoshimiz bo'lganligi uchun shundoq tog'imiz bo'lganligimiz uchun buni bir deyish bizning burchimiz deb qarab Benim tağamdan kabrisi nerede demek istiyorum. Tağamızdan kabrisini bilmeyi, biz ziyaret basak bu kabrisini tapılmayalım bu hal şekillengen diken biz bununla şu şikayetini kıladığımız hem de. Xitay hükümetinden bu ne be? Bizim vatandaki kırımdaşlarımızdaki urutukkan bazı kırımdaşlarımızdaki muşula kılatkan zulümlerine halkıradın toht tutuşuna, besim kılışına Xitayga. Sorayımız. Şundaqla barlıq qırındaşlarımızdaki bu kundan sırıqını görüşten ibaret bu arzusunu görüp yapıp çıkışına sorayımız. Şimdi bu urutukkan kavmi qırındaşlarımız, barlıq qırındaşlarımızdaki hemmisinin adresi, isim, familiyasını tatip ben buna tertiplekimde. Xalqara Birleşken Devletler Teşkilatı bunun ümesini berip koydum. Aş aloqa qilishib bunga tizimlikini berip koydum. Məşə sürüş qıpırışım bilan aciz keldik biz. Məşə sürüş qıpırışımni soraymiz. Çünki bu hech qanday bir hokimiyat qarshi chiqqan bir xalq emas. Hokimiyat qarshi chiqqan xalq emas, o'zining tijoratdan ma'ni qilib kinish qilsa oladigan, ma'niga boy to'laydigan, o'zining ishi bilan turgan xalqni bugungi kunda bunday yo'q desa bunun dünyanın sahip çıkışına, iyi oluşuna nazar tutup bu istiqlal televizyonuna geldim. Ne diyorsak. Hoş. Allah razı olsun. Hakikaten şundak sizdeki insanların ki Abdurrahman Hasan Efendi'deki insanların ki köp çıkışını ümit kılamaz. Xitay'ın ki elbette bunun da kişilerin hemmesi Xitay tecavüzlerinin vatanımızı eğilip beriyotgan şu zulümlerini dünyaya eli hem qancha manda qilib ketyapti, unda qilib ketyapti degan bilan men shunday dalil isbotli holatda mening tog'am, opam, ocham, mush urug' tuqqanlarim mush yo'q bu qani deb shunday chiqish albatta bu Xitoyni eng ko'p bearam qilgan xalqaro texnik buning yuzini tushiradigan ahvollar bu endi inshaalloh yana mushadin yana Xitoy doiralariga va dunyoga nido qildingiz. Bu tog'amninki qabrisi nerede? Bunun bir qabrisi buluş hakkı yok mu? Yani bunun öldürürsen mi öldürürken öldürüp buldun mesela. Yani bunu hiç olmaz bunun qabrisi mi ya da bir dua kıldığında ma qabrisi ma o deb cestini beğenmeyim de özü bir taraf kılıp etkileyimde. Yani nurgulgan kıyırdaşlarımız vatanda bundaq işler beşiğe kelgan kıyırdaşlarımız az emasın. Chet elde mi yürüyotgan nurgulgan kıyırdaşlarımız var. Bu nidani qilgan bo'ldingiz inshaalloh sizning aqlingizdan yana ko'plagan qarindoshlarimizning kelishiga ishonamiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Mencha boshqa agarda deydigan so'zlaringiz bo'lmasa, o'sha to'xtatsak. Allah razı olsun. Ziyaretimizi qabul qilib, bu ekranga chiqib berganligingiz uchun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, qadrli qarindoshlar, Partlagan Sükut programımızdaki ikinci saniye müşahede ahırlaştı. Ziyaretimizi qabul qilib, kelgan hurmatli Ro'zjan Tavakkul akamizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Yana bir qatimliq 3-son programmamizda, yana bu programda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.